Bugun men sizlarga yomg'irdan qochib do'lga tutilgan odam hikoyasini aytib beraman. Realniy voqea kechagina gaplashib menga aytib beryapti. Xotini bilan 10 yil yashab, 3 ta farzandi bo'lib, xarakteri gapiga to'g'ri kelmay, ko'p urush janjal bo'lib ajrashdi. Keyin u bola yaxshi xarakterligini topaman dedi, bittasiga uylandi. 2 yildan beri mana yashayapti. Lekin ishonasizlarmi, kecha menga aytibdi. Hammani deyapti, o'ziga yarasha xarakteri bor ekan, hech kim bekamni ko'st emas ekan deyapti. Конечно dedim, ayol kishi qiyshiq qovurg'adan yaralgan. Hamma ayol kishining o'zini kaprizi bor, to'g'rimi? O'zini xarakteri bor. Не только ayol kishini, erkak kishini ham. Yaxshi insonni baribir bitta yomon tarafi bo'ladi-da. Men bu gapim bilan uylandinglarmi, xarakteri yomon deb ajrashish не стоит. Boshqasiga uylansanglar, baribir uni ham boshqa xarakteri bo'ladi. Uni ham qanaqadir yomon xarakteri bo'ladi. Shunaqa gaplar.